opa qatlisiz? Xorazmlik. Xorazmlik. Nima mehmon kelsin bu yerga? Yo'q, yashaganim. Xorazmlarda endi ko'ryapman, Farg'onada. Hech ko'rmaganman. Bu yerda biz gamburg ochdik, Xorazm gamburgini. Xudo xolasa kirsangiz. Nima ochdingiz? Gamburg. Gamburg? Xorazm gamburg. Gamburgermi? Gamburg. Gamburg. Da, gamburg deyiladi bizning tilda. Bu nimasi bilan qiziq u narsa? Go'shtdan chiqadigan sousi bilan chopsatadi. Yesangiz tushunib yetasiz bu narsa. Bu hali go'shtni urib qimaysizlarmi uni? Bunaqa bo'lsin. Yo'q, u ijon deyiladi. Qayerda ochilgan? Pasportstol dorisi 13-maktabda yoni bo'ladi. O'rta hol narxlari. Bo'ldi, avading. Bo'ldi, xo'p, xudo xolisa boramiz. Hadi ko'ramiz endi opani maqtaganchalik bormikan Xorazm Gamburg. Lokatsiyasi o'zimizning Kalinskiy massivdagi Osiyo marketi biqinida ekan. Obodi kelishga erinsangiz, dastavkasi Yandex va uzun tezkorda bor ekan. Ko'rib turganlaringdek go'shti juda ham selli va yumshoq ekan. Mazasiga bo'lsa, gap yo'q.